Bugungi Sarasapayşan bozordan, demak 2-iyul 26-yil Sarasapayşan bozor. Demak, arzon kanallar so'raganlar uchun 16 million 400 savdo bo'ldi. 16 million 500 savdo bo'ldi. Aka savdosi qancha bo'ldi buni? 16,5. Bermadingizmi? O'zingiz qancha so'radingiz? 20. 16,5 yaxshi baho bo'libdi. Savdo bo'lyaptimi? Qancha 5? 25. Ega qancha so'rayapti bunga? Ega qancha so'rayapti bunga? 30 deyapman, 25. Sizmi ega? Aka buni savdosi qancha bo'ldi ekan? 17. 17 deyapsizmi? Savdosimi? To'g'ri, bular qancha bo'ldi ekan? Bular qancha bo'ldi ekan? 14 so'ram, 15 so'ram. Qorachasi 15 so'ralibdi, kichkina bu kattasi 14 so'ralibdi. Qancha bo'lsa berilar ekan bu? Bozorda, Ozroq bor. Ha, shunday. Assalomu alaykum. Tog'a savdosi qancha bo'ldi bularning? 16 milliondan. 16 milliondan. So'ralgan, ega bermagan. Bejan, hali bunisi bor ekan. Bo'g'oz emas ekan. Savdosi qancha bo'ldi? Necha? 12,5. 12,5. 12,5 savdo o'tishgan. Savdosi qancha bo'lyapti ekan? 11 million 800. 11 million 800. Savdo bo'lyapti. Shu yerda savdo qilyapti. Aka buni savdosi qancha bo'ldi ekan? Necha? 13,5 millionga savdosi o'tdi. Tog'a bu ho'kizchaning narxi qancha bo'ldi? 12 ga. Bermadingizmi shuni? Tanacha qancha ekan? Qancha bo'ldi savdosi? 15 deyapsiz, savdosicha 12,200. Aka bu ho'kizcha qancha bo'ldi ekan? Videoga olyapmiz. Savdosi 16,800 bo'ldimi? Qancha so'rayapsiz buni? Qancha so'rayapsiz o'zingiz? Bahosini. Qancha baho qo'ydingiz? 17 oshsa? Ha, shunday, bozor shunday bo'ldi. Qancha savdo qilyapsiz tog'a buni? 11,200. Tog'a 11,200 so'rayaptilar, savdo 11,5 ga. Aka bermayapti endi bu nimaga? 11,200. Tog'a buni savdosi qancha bo'ldi ekan? Qizilchan. 11,400. 11,200 bu savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Tog'a buni savdosi qancha bo'ldi? 5 deyapman. Savdosi qancha bo'ldi? 13,5 ga. 13,5 million savdo bo'lgan. Tog'ani bahosi 15. Nimaga tushiryapsan? Video YouTube'ga. Egasini ham tushirasanmi? Siz ko'rinmadingiz tog'a. Agar videoga desangiz siz ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsataver orqada. Avvalda. Ha, xalq ko'rsin. Bo'ldi tog'a mana. Ha, shunday. Mana shu tog'a demak. Ha, albatta. Tog'ning bahosi 15 million bo'lyapti. Savdosi qancha bo'ldi dedingiz? 13 million 500 ming so'm savdo bo'libdi. Tog'a agar nima bo'lsa yana berib yuborar ekan. Savdosi qancha bo'lyapti ekan aka? 12 million. 12 million so'ralyapti. Aka buni savdosi qanchaga qoldi? 12,5. 2500 mana shu. Demak. Chekan. Mana. Relsdagi o'tib. 23.
Savdo bo'lyaptimi? Yigirma uch mingdan bir joyga bermadi. Azamat aka bu qancha bo'ldi? 98. Erkakmi? Turg'ochmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 9 million 800 savdosi. Aka sotildimi? Qancha? 12 million 600. 12 million 600 savdosi bitibdi. Asad aka assalomu alaykum. Bular narxi qancha bo'lyapti? Narxi ikkovi 11,5 dan bo'ldi. 11,5 dan bunisichi? 12,5 bo'ldi. 12,5. Qancha ko'ngil? Ko'ngil yana 500 bo'lsa sotaveramiz. Ha. 12 ga 13. Mana buni ham tushirgan jo'g'ishda. Ha, sotuvchi bumi? Ha, joni berib sotaveramiz. Hech pul bersa berasan. Instagramga chiqasan, YouTube'ga chiqarasan. Ha, YouTube'ga. YouTube'ga. Yaxshi bo'ladi. Savdosi qancha bo'lyapti ekan aka? Savdosi 11 million so'ralyapti. Savdosi bo'lyapti shuni. Qarachani. Qancha ekan aka? Qancha? 30 million baho qo'yilyapti. Hozirgi ko'kischaga. Aka bular narxi qancha bo'ldi? 14,200 dan. 14,200 dan. Ko'kischalar. 14,200 dan. Do'stlar, Chorvoy TV kanalini kengroq tarqalishlik uchun do'stlarga tavsiya qilib, like va obuna bosishni unutmanglar.